Palada tuxumlar haqida degan maqolangiz haqida gap boshlasangiz. Iste'dodlilar doim iste'dod bilan turadi, iste'dodsizlar bularni sotadi. Abdulla Qahhor mustamlaka davrida 50-yilda bu muammoni ko'targan. She'r o'qiydi yo yozardagini maqsad va o'yi Toshkentdan uy olish va mashina olish. Menga yer berilgan deb Yangiariq mahallasida yerni borib ularga hujjat qilib bergan ekan. Hozir faqat kiyintirib, qarsak chalib, minbarni oldin qatorga qo'yib qo'ysa bo'ldi degan holatda turibdi. Bittasi bitta muammoni ko'tarib chiqsa, muammo qolib, u o'zi xotiniga aliment to'lamayotgan ekan. Birinchi xotini bilan ajrashgan ekan. Shuhrat Abbosovni adashmasam birinchi debyut filmi Mahallada Duduga butun o'zbekchalashtirib 2 soatda o'zbekchalashtirgan. Kasalxona o'rindig'ida o'tirib. Ona vatan men seni yaxshi ko'raman deb jar solib baqirmaydi. Abdulla Qahhor mana shunday vatanchin ma'noda sevgan odam edi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun biz yangiliklar davrida yashayapmiz. Yangiliklar har kuni demayman, har soatda demayman, har minutda yangiliklar kelyapti telefonimizga. Ichida kayfiyatni ochadigani ham bor, asabi buzadigani ham bor, o'yga to'ldiradigan ham bor. Bir davlat prezidentini o'g'irlab ketishyapti, boshqa davlatga bostirib kirishyapti. Xullas, ko'ngilochar yangiliklar ham bor, o'yga to'ldiradigan yangiliklar ham bor. Bugun biz siz bilan o'yga to'ldiradigan yangilik haqida ozgina gaplashmoqchimiz. Adabiyotga qiziqadigan muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Said Ahmad, Shuhrat, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, O'lmas Umarbekov, Shukur Xolmirzayev, Uchqun Nazarov, O'tkir Hoshimov degan yozuvchilarimiz bizani aldashganmi yoki yolg'on yozishganmi, shu haqida gaplashga harakat qilamiz. Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Oydin Hojiyeva shoirlarimiz yolg'on yozishganmi yo'qmi? Yoki bo'lmasa Ozod Sharafiddinov, Umar Ali Normatov tanqidchilarimiz bizni aldashganmi yo'qmi? Ana ularning adabiyotga bo'lgan munosabatlari, biz o'quvchiga bo'lgan munosabatlari, ularning iymonlari, ularning vijdonlari haqida fikr yuritishga harakat qilamiz. Nima uchun bu mavzuga keldik? Sababi Odil Yoqubovning bitta maqolalari. Adabiyotimiz faxri degan. Mana shu kitob Adabiyotimiz faxri degan kitob bu Odil Yoqubovning kitoblari emas. Bu adabiyotimiz faxri sevimli yozuvchimiz Abdulla Qahhor haqida bu kitob. Abdulla Qahhor haqida zamondoshlarning fikrlari yozilgan bu kitobga Odil Yoqubovning bir varroli adabiyotimiz faxri degan maqolalaridagi sarlavha kitobga berilgan. Demak, shuni ichidagi 20 dan oshiq, 30 dan oshiq yozuvchi shoirlarimizning maqolalariga sarlavha qilib yozuvchimiz Odil Yoqubovning maqolalaridagi sarlavha tanlangan kitobga. Adabiyotimiz faxri deb. Demak, Abdulla Qahhor adabiyotimiz faxrimi yo'qmi? Odil Yoqubov rost aytganmi, yolg'on aytganmi? Bizni hammamizni rostgo'ylikka o'rgatgan, kitobni sevishga o'rgatgan, atrofimizdagi jamiyatga munosabatlarimizni sovuqqon bo'lmasligiga o'rgatgan, inson bo'lishga o'rgatgan Shukur Xolmirzayev yolg'on yozganmi, rost yozganmi? Shu haqida gaplashamiz. Nimaga bu mavzularga kelyapti bu deb o'ylashingiz mumkin. Men aytaman. Yaqinda Sharq yulduzida Xurshid Do'stmuhammadni Abdulla Qahhor haqida Qahr degan qissalarni o'qib qoldim. Endi o'qiyapman, asabim buzilayapti, oxirigacha o'qib tugatdim. Xurshid Do'stmuhammad aytmoqchilarki, Abdulla Qahhor oxirgi Moskvada shu o'limidan oldingi 2 kun, 1 kun, 3 kunni yozganlar. Ko'pchiligi yomonlik qilgani uchun, quloqlik qilgani uchun shu Allohning qahriga uchradi, o'sha yomonliklardan topdi deb o'zini yozuvchini o'sha Abdulla Qahhor ichidan o'tgan narsalarni xuddiki qog'ozga tushirib, Qahr degan qissa yaratibdilar. Men o'ylayapman, Abdulla Qahhor unaqa odam bo'lmagan. Abdulla Qahhor vijdoni, iymoni salomat odam bo'lgan deb asabim buzilib yurgan kunlarim internetda, Facebookda bir maqola o'qib qoldim. Palada tuxumlar haqida degan. Palada tuxumlar Abdulla Qahhor gap edi-ku.
Dedimda o'qishga tushdim, o'qiyapman. Boyagi maqolani yarmiga kelganimda ish qilib tugab qolmasin. Shunaqa yaxshi yozilganki, Xurshid Do'stmuhammadni asariga xuddiki raddiyadek berilganda, ichimdagi gaplar chiqyapti-da o'sha maqolada. O'qib tugatgandan keyin qarasam, tagiga talant tolerant deb yozib qo'yilgan ekan. Qo'ng'iroq qildim. Talant aka, yaxshimisiz? Maqolangizni o'qib chiqdim dedim. Aka xursand bo'ldilar. Aka, men shunaqa asabiylashayotgandim, mana shu qissani o'qib, sizning maqolangizni o'qigandan keyin ozgina bir yuragim taskin topdi. Keling shu maqolangiz haqida, meni ichki kechinmalarim haqida bitta ko'rsatuv qilsak, chunki bu qissani o'qib ikkilanganlar bo'ladi. Adabiyotga endi kirib kelayotgan yoshlar bo'ladi. Adabiyot muxlislari bo'ladi. Ularda boshqa fikrlar uyg'onib qolmasin. To'g'ri fikrlashga, oqqa qorani qora deyishga bir harakat qilib ko'rsatuv qilaylik dedimda, talant tolerantni taklif qildik. Talantga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Boyagi palada tuxumlar haqida degan maqolangiz haqida gap boshlasangiz, uni Facebookda o'qiganlar bor, Facebookka kirmaydiganlar bor, YouTube'da ko'radiganlar uchun shuni bugun o'zingizdan eshitsa, shu qissaga munosabatingizni gapirsangiz. O'sha Fardi Attorni bir hikmatli gapiga Ilohiynomasida ko'zim tushib qoldi. Yaxshi ham odamlar bug'doy yeydi agar bir-birini yerdi deganda, bu yerda Fardi Attor juda katta mantiqni olib chiqqan aslida. Adabiyot majoziy qarash, o'sha qarash orqali olib chiqqan. Adabiyot olamida men Fardi Attorni chorig'iga arzimayman, buni o'zim his qilaman. Va lekin meni chorig'imga arzimaganlar ham sizga bemalol aytib, sizga aql o'rgatishi mumkin. Uyat, andisha uzoqda qolib ketdi. Boya aytgan gapni gapida, so'zida, yozganida husn yo'qlar. Bemalol adabiyot haqida gapira olyapman. Gapda ham husn bo'lish kerak. Abdulla Qahhor boya aytganingizdek adabiyotimiz faxri. U o'zbek tilini sayqallagan va husn bera olgan. Maqolangizda aytilyaptiki, Xurshid Do'stmuhammad meni shaxmatchi deb biladi, deyapti. Lekin siz shoirsiz. Xurshid aka ustoz yozuvchi. Siz yozuvchiligingizni, shoirligingizni bilmaydilarmi? Endi bilgan bo'lsa kerak. Sabab Xurshid aka bilan ilk uchrashganimizda Do'rmonda edi, o'sha Erkin Vodiflar ham bor edi, xudo rahmatli. 5 partiya shaxmat o'ynaganmiz. Chorshanba ro'zi yetaklab borib, 5 partiya yutganimda qariyalarni ayang degan payti, o'shandan beri biz faqat shaxmatda yuzlashib qolganmiz, musobaqalar bo'lardi. O'shandan keyin shaxmatchi deb bilsa kerak deganman. Sizni shoirligingizni bilmaylar deb o'ylaysiz? Yo'q, hali kitoblarimni o'qib ko'rmagan. Mana bugun bitta narsani solishtirish imkoni kelib qoldi-da. Abdulla Qahhor yosh ijodkorlarni darrov payqaganlar. Yaxshisini ham, yomonini ham. O'shalarga vaqt ajratishga harakat qilganlar. Ularni yozgan narsasini o'qib chiqqanlar, fikr bildirganlar, xatlar jo'natganlar. Bunaqa xatlardan Shukur Xolmirzayev olganlar. Bunaqa xatdan O'tkir Hoshimov olganlar. Bugungi yozuvchilarimizni o'sha Abdulla Qahhorga o'xshab yoshlarga bo'lgan munosabatiga fikringiz qanaqa? Bugungi adabiy jarayon haqida gapiradigan bo'lsam, buni yozuvchi va shoirlarimiz aksariyati fikrim qanday? O'z atrofidagilarni olib boradi yoki to'dakkash, endi o'zlaricha guruhvozday. Aslida ham Abdulla Qahhor juda gigant, mamont yozuvchi edi. Bir dostonimda yozilgan edi. Tabiat ilkida tilanmaydi xun, ojizlar birlashar abadiy qonun degan. Ojizlar doim birlashadi, chumoliday. Agar o'sha chumolilar yemirmaganda mamontlar, dinozavrlar yashaydi. Va eng qiziq joyi bor, ularning nomini dinozavr, mamontlar o'z vaqtida yashadi, o'tdi. Ularning nomini o'chirishga ham imkoni yo'q. Qancha ojizlar birlashsa, iste'dod o'sha darajaga yetsagina u haqda gapirsa, unda iloji bo'lishi mumkin. Nimaga? U o'z o'rnida turadi, bu boshqa mamont bo'lib paydo bo'lib qoladi-da adabiyotda shunday. Bitta narsani misol qilib savol bersam. Abdulla Qahhor yosh ijodkorlarga xat yo'llagan. Bugungi ustoz yozuvchi shoirlarimiz sizga, tengqurlaringizga xat yo'llagani bormi? Endi e'tirof har xil bo'ladi. E'tirof endi men shaxsan o'zimdan o'tadigan bo'lsam, qolganlarida ham bo'lgan bu.
so'z boshi yozar boshqa. E'tirof Ahmad Azam, xudo rahmatli. Men tanish bo'lmagan paytim she'rlarim qo'liga tushganda Sobir Hunarga telefon qilgan. Men she'rlar o'qib qoldim. Buni qara deb qo'liga olib kelib bergan, xudo rahmatli. Yetkazdirgan, olib kelib bermagan. O'shanda yoshlikka ilk she'rlarimni bir ikki sahifa qilib Sobir Hunar berganda, hikoyalarimga ko'zi tushganda Bir osmon ostida degan hikoyamda o'sha yoshlik jurnalda katta yurak bilan chiqarib yuborgan bu, chunki o'shanda sal hozir ochiqlik, ancha oshkoralik senzuraga xos edi. O'sha Ahmad Azam shunday bo'lgan va boshqalarda ham o'shanaqa jarayonlar bor, lekin Abdulla Qahhordek gigant qo'riqchilar yo'q. Adabiyot qo'riqchilari. Agar Abdulla Qahhordek gigant qo'riqchi bo'lsa, u sezgan istidodni ikkita satrdan sezgan. Abdulla Orifov bo'ladimi, Erkin Vohidov, Shukur Xolmirzayev, O'lmas Umarbekov, Shuhrat, Odil Yoqubov barchasi Abdulla Qahhor atrofida. Atrofida deganim qanday? Mahalliyachilik qilib faqat Qo'qonlik yo Toshkentlik demay, qayerda istidod ko'rsa erinmagan, istidod darajasida qaragan, unga qiladigan xizmati yo boshqa emas. Shukur Xolmirzayevlar ham masalan juda uyatchan, tortinchoq bo'lgan, oxirida iqrorday nimaga men o'sha so'zlarni olib qolmadim Abdulla Qahhordan deb o'kinch bilan yozgan joylari borda. Abdulla Qahhorni birinchi yorqin ko'radigan tomonim o'zbek adabiy tilini sayqallagan. Bu degani nima? Masalan, Sotvoldining xotini og'rib qoldi deydi. Adashmasam bemor qo'yasiz. Nuqta bo'ldi. Va hammaga xalqqa tushunarli. Bu bizga Ibn Sino, endi Ibn Sino forscha yozgandir. Qushlar haqida hikoyasi bor va undan keyingi davrda Bobur nomasa kelamiz. O'shanda bu badiiy asar emas. Sayohat nomi va geografik asarda o'zini hayot haqida bo'lgan voqealar haqidagi ajoyib asar. Uni satrlariga e'tibor bering. Bir Ramazon idini payopoy bir yerda qilg'on ermasmen dedi. Nuqta. Bo'ldi, uni butun hayotini, o'sha darbadarligini, hayot og'ir kechgani o'sha satrda o'zi ifodalab beryapti. Abdulla Qahhorda o'shanda yutuq bor edi. Buni ko'p adabiyotshunaslarimiz ham, o'qituvchilarimiz ham e'tibor bermay o'tib ketadigan jihat, uni mazmun, mohiyatiga qaraydi. Abdulla Qahhorda o'sha chiqqan maqolalarda o'qiymandagina juda ko'p g'irromlik qilinyapti va toshlar otilyapti. Abdulla Qahhor o'zini pozitsiyasida mukammal tura olgan shaxs va Abdulla Qodiriy haqida ham biz deydi. Abdulla Qodiriy pozitsiyasiga baribir qaytishimiz kerak, qachonlardir deb hammani og'zida kishan bor payti og'zini bemalol kishan deb ayta olgan odam. Va unga otiladigan toshlar qanday? Otiladigan toshlar Abdulla Qahhor 37-yillarga kelganda 30 yoshli yigit bo'lardi. 30 yoshli yigit bunga Sarob asaridan keyin ham o'sha Sarob asari orqali 18 yil tinimsiz tosh otilgan, uni o'zi iqror bo'lib yozgan. Otilib ketish kerakmidi? O'zini asray olgan. Chunki bunga katta hujumlar bo'lgan. O'shalar qatori otilib ketmagani uchun ham o'sha yoqdagi ildizdagi vatan xoinlar, qo'polroq aytganda o'zimizda bo'lgan. O'shalar kelyapti-dagina hozirgacha kelib bunga tosh otyapti. O'shan ildizlar, bular yacheykalar kelaveradi. Sababi bor. Istidodlilar doim istidod bilan turadi, istidodsizlar bularni sotadi. Stalin ham, boshqasi ham, Abdulla Qahhor asarni ham o'qimagan, Usmon Nosirni ham, Cho'lponni ham o'qimagan. Bitta shoirni asrab qolib, bitta masalan xalq va jamiyatga kerak jinoyatchi bo'lishi mumkin. O'shani topshira olmaydi. O'sha shoirni topshiradi. Bularni tagida katta o'yin degansiga boshqacha bir mansab kurashimi, hukumatda yashab qolish kurashimi yotadi. G'afur G'ulomga tosh otadimi, Oybekkami, Hamid Olimjongami bu toshlarni adabiyot qabul qilmasligi kerak. Sababi Hamid Olimjonning she'rlaridagi go'zal she'riyat juda kam. Qardosh xalq adabiyotlarida ham yoki G'afur G'ulomning shumboladay bir obrazlarini dunyo adabiyotida kam uchratasiz. Bular ham agar bular bo'lmaganda ham o'sha mansabda, o'sha o'rinda yana kimdir turardi. Istidodsiz agar turib qolsa, yanada ko'proq biz yo'qotishga uchrardik. Abdulla Qahhor o'zimiz adabiyot asrashga juda katta harakat qilgan. Qachon harakat qildi? Og'izda kishan bor payti harakat qildi.
og'zida kishan yechildimi, u qahramonlik emas. Abdulla Qahhor qahramon. Abdulla Oripov bo'ladimi? Agar unga mayda-mayda toshlar otila boshlagan paytda o'tmishdan ertaklar kitobiga undan epigraf olyapti, qo'yyapti. Asrab qolyapti. Abdulla Qahhor qayerda? Abdulla Oripov qayerda edi? Erkin Vohidovni asrab qolyapti. Shukur Xolmirzayev yo juda ko'p istidodini bilib, o'ziga asrab keladigan novrin toshlardan asrab o'sha joygacha yetkazib kelgan odam, katta shaxs. Endi ba'zan hozir vijdon haqida yozyapti adabiyotshunaslarimiz. Bular yozadimi, boshqa qiladimi? Abdulla Qahhor asari Abdulla Qahhor bo'lib turadi. Xuddi Navoiy asari haqida adabiyotshunaslar yozmasin, u Navoiy bo'lib turaveradi. Xalqqa aytadigan so'zini ayt, amal qilsang amal qil, amal qilmasang o'sha yerga o'zing qula deganda yozib qo'yibdi-da endi. Asar o'shanday bo'ladi. Bularda bitta narsa hozir o'zicha osmonga qarab cho'pchish deydimi, boshqami, bitta narsa e'tibor bermayapti. Abdulla Qahhor asar yozayotganda oxirgi nuqtani yo biror asarni adabiyotshunasga ko'chirib bermaydi va qo'ya olmaydi. Navorot uni asaridan foydalanadi, oylik oladi, mukofot oladi, non yeydi. Qo'polroq aytganda o'shalar nonini yozuvchi va shoirlar beryapti. O'shani ham hisobga olib yondashish kerak bo'ladi adabiyotshunos maqola yozayotganda. Yozuvchi yozayotganda uni tushunsa bo'ladi. Balki istidodsiz unga qarab tosh otishi mumkin yoki qanaqadir ichki kurash bo'lishi mumkin. O'shanda ham shaxsiy hayotiga bir-biriga o'tish kerak bo'lmaydi. Keyin Abdulla Qahhor sha'nni himoya qilgan odam. Yozuvchilik sha'nini, shoirlik sha'nini, o'sha shoir yozuvchilar sha'nini himoya qilib, o'ziga yetarlicha maslahat bergan. Sha'n nima? Yaqinda bir do'stimiz betini aylantirdi, Yo'ldosh Eshpikni uy olib berish masalasini. Meni g'ururim singanday o'zim g'alati bo'ldim. Sababi bor. Bayron, adashmasam Bayron edi. Balki Bayrondir, balki boshqadir, adashayapman, lekin Pushkin oyoqqa turgan bilaman. O'shani shaxsiy maktuplarini, sevgilisiga yozgan shaxsiy maktublarini ochiq yoziladi-ku, unday qilay, bunday qilay degan gap bo'lishi mumkin. Bir nashriyot topib olib, chop qilaman deb qo'rqib pul qilmoqchi bo'lganda, u ingliz, bu yoqda rus turib, rus shoiri turayapti-dagina. O'shanga raddiya beryapti, chop etilmasin bu. Bayronni xalq bayronligicha sevsa, u shaxsiy hayoti nima bo'lsin deb himoya qilyapti. Bizda o'zimizdalar himoya qila olmaydi. Qila olmaydi emas, navorat buni yomon ko'rsatib, o'shani darslikda o'rnini olmoqchi bo'ladimi, unisini bilmayman. Chiqib ochlik hukmronlik qiladi-da. Abdulla Qahhorning keyin gonorarni qaytarib bergandan hammaning xabari bor, vijdoni. Qani o'sha vijdon yozuvchi shoirlarimizda? Aksariyatida yo'q. Nimaga qaytarib bergan gonorarni? Men boshqalardan ko'proq gonorar olmayin deb davlatga qaytarib beradi. Bir 8,000 gonorar yozilgan bo'la, 6,000 olish kerak bo'ladi. Ko'proq yozilgan bo'ladi endi raislik urgan. Yo'q, men hamma tengiman deb qaytarib bergan. Yo'ldosh Eshpikdan chalg'idik. Balnisada ham uni orqasidan ham rasmga tushirgan, boshqa ham ijtimoiy tarmoqlarga qo'yyapti-dan, pastga plastik qo'yib, mana uy olib beraylik deyapti. Day qaradim, uni muxlislari bor. Muxlislarning ichida boylari bor. Boy deganim qanday? 3-4 tadan uyi bor-da, o'shalarni ham juda ko'pini bilaman. Men bitta uyini berib tura olmadim. Yo'q, sovg'a qilmasin, sovg'a qilishga bularda endi bir jo'martlik yo'q-ku. Yashab tursin, ijtimoiy tarmoqqa bu orqali olib chiqmaslik kerak. Sababi bor. Shoir deganda, shoir bu xalq orasidagi inson. Har bir odam havas qiladi. Erta bironta she'r yozib, shoirga havas qilsa, uni ko'radi-dan, shoirning turishi bomish ekan, shoirning ahvoli bu ekan desa, she'r yozma, qo'y bolam deydi. Bir rassomni shunaqa qilib olib chiqsa, rasm chizma, qo'y bolam deydi. San'atkorni shunaqa qilib rasvo taraf qilib olib chiqsa, qo'y bolam, san'atkor bo'lma deydi. O'sha san'at odamni asrab qoladi-ku. Bu san'atdan so'ndirishday bo'lib qoladi. Buni hisobga olmayapti-dagina, tap-tap olib chiqib, ha desa, bitta tadbirkor uy beribdi. Nima, shoir g'ururli odam, u sadaqaga zo'r emas. Ayniqsa Yo'ldosh Eshpiklar ham o'ta g'ururli edi. Buni endi hukumatimizga kirita olsa ham bo'lardi. Sababi bor. Prezidentimiz shoir yozuvchilarga juda e'tiborli. O'rtadagi odamlar o'sha narsani, masalani kiritmagan. Bitta uy yo boshqani biror hokimlar
Boshqa odamga ham sovg'a qiladi-ku. O'shanday topsa bo'lardi. Balki uyi bordir, boshqa masalada olayotgan bo'lsa ham shoir va yozuvchining g'ururini sindirish eng xunuk, chunki adabiyot orqali o'quvchilarimiz vatanni sevishga o'rganadi, boshqa savdogar vatanni sevdirishga xizmat qilmaydi-da, narsasini sotadi. Adabiyot orqali ko'ngildan ko'ngilga boradi. O'sha tomonlar Abdulla Qahhor aynan o'sha o'rinlarda turib bera oladigan odam bo'lgan. Birorta shoirning g'ururini sindirishga ham yo'l qo'ymagan. Nafaqat o'zini, boshqalarni ham. Hukumatga kirita olgan yoki talab qila olgan yoki tanqid qila olgan. Matbuotgo'ylikdan yiroq bo'lgan. O'sha qancha davr ishlagan bo'lsa ham uyushma raisi bo'lib, o'sha davrda bironta shoir yozuvchi nolimagan, maqtovlar yog'dirmagan hukumat rahbarlariga ham. Hatto Lenin otam degan so'zlarda men uni satrlarda ko'rmaganman. Hozirgi adabiy jarayon bilan solishtirish kerak bo'lsa, solishtirib ko'radigan bo'lsak ham Abdulla Qahhor hozirgi adabiy jarayonda baland mavqelardan juda baland turadi. Men ko'p yosh ijodkorlarni bilaman. Prezident tashabbusi bilan berilgan uy bor, o'zingiz bilasiz, boya o'sha mavzuda ham gap ochildi. Prezident tashabbusi bilan bo'lmasa, bular cho'ntagidan uyushma raisi ham boshqa ham o'zining cho'ntagidan bermayapti bu uyni. Tashabbus hukumat oliy rahbar tomonidan bo'layapti. Endi shunday qarang, yoshlarga berildimi degan savol ham turayapti. Nurmuhammad, Islomali, Nasrulloh deyman endi, Iftixor bor. Hamin qadardir, qachonlardir balki baland iste'dodlar bor, ichida bilmaysiz-ku, qachondir yorib chiqadi. Va boshqalar, endi shoirlarni nazarda tutyapman. Qanday yozuvchilarimiz bor. O'shalarni uysiz, masalan, sarson yurgan bo'lsa ham, o'sha berilgan uyni o'rtasiga olib kelib, agar iste'dod bilan solishtirib qolgan o'sha yerda yashaydiganlarni ham 50% shunday olib chiqsin qani? Qaysi biri shularga bas keladi? She'r qaysi biri? O'sha yurgan yoshlarda. Yoki qo'sha uy olganlar vijdon haqida gapiradi, televideniyadan, lekin vijdon qani? Qo'sha uy borlari o'sha yerga uy olishga arza berib yugurib yuribdi. Sal endi bu jarayonda o'sha paytlar uy qurilganda men ham qatnashib qolganman. Bitta arza yozganman, keyin arzamni yo'qotishgan. Shu bilan deb qo'l silkib qo'ygan. Bilganim uchun aytayapman. O'sha davr bilan hozirgi adabiy jarayonni solishtiradigan bo'lsak, Abdulla Qahhor agar bo'lganda vijdon tarozisida hammasi bo'lingan bo'lardi. O'shaning uchun ham ko'plar adabiyot vijdoniy edi deb bekorga aytmaydi. Vijdon tarozisida bo'linadi o'sha narsalar. Xalq vijdoni degan gapga, adabiyotimiz faxri degan gapga ishonadigan bo'lsak, bu Qahr qissasidagi Abdulla Qahhor quloligi inkor etiladi. Agar Qahrdagi Abdulla Qahhor quloligiga ishonsak, O'lmas Umarbekov xalq vijdoni edi, Odil Yoqubov adabiyotimiz faxri edi degan gapi yolg'on bo'lib qoladi. Siz shunga munosabatingizni bering. Men o'shanga munosabatni berganman. Sharaflilar ortidan faqatgina sharaflilar gapirsa arziydi deb yozgan joyim bor o'sha maqolada. Sabab qanday? Rumiy haqida Navoiy aytsa yarashadi. Hofiz haqida Mashrab aytsa yarashadi deganda. Abdulla Qahhor haqida ham yarashadigan odamlar aytib bo'lgan o'z zamondoshlari. Va xalq o'sha yarashadigan odamlar gapiga ishonadi. Endi men uni shaxsiy asari, o'zini asaridir Xushdakani. Unga men unday yoz, bunday yoz deb ayta olmayman yoki qaysidir men boshqa qila olmayman. Lekin g'alvir borda, adabiyot elakdan o'tadigan asar bor. Qachonlardir agar o'sha asari Qahr asari juda zo'r asar bo'lsa, qachonlardir zamonlar o'tsa ham o'qilib qoladi. Lekin taroziga bog'liq-ku. Bu yerda katta tarozilar turibdi. Yo Shukur Xolmirzayev bilan Xushud Do'stmuhammadni men solishtirib ko'rsam, Shukur Xolmirzayev toshi bosib ketadi. Xushud Do'stmuhammad o'qilmay qoladi-ku. Navoiy davrida ham 500 ga yaqin shoir bo'lgan. Navoiy qolyapti-ku. Shukur Xolmirzayev Abdulla Qahhor haqida yozganlarida shu yerda bir gap bor. Ustoz, agar biz sizni asarlaringizni o'qimay qo'ysak, biz o'zimizni kambag'allashtirgan bo'lamiz deyiladi. Boyagi Qahrdagi qo'yilgan ayblov bu Abdulla Qahhorga emas, boshqa yozuvchilarimizga ham. Abdulla Qahhorni alqab yozgan, Abdulla Qahhorni
hech kimda uchramaydigan xususiyatlaridan o'rnak olishga harakat qilgan, shunga havas qilib o'zidagi boyagi kamchiliklarni tuzatgan yozuvchi shoirlarimizga, o'sha adabiyotimizga bo'lgan tuhmat deb qarayman. Siz nima deb qaraysiz? Men nima deb qarasam, adabiyotda 50 yildan keyin o'qilmaydigan asar deb qarayman, bo'ldi o'zi. Endi men taxminan qarashim shunday. Yo'q bo'ladi, lekin Abdulla Qahhor yashab qolaveradi o'zini ming bir jon, oddiygina bitta hikoyasi bilan bo'lsa ham deb. Abdulla Qahhor o'lchamda juda katta olgan, qadamda katta. U nima deydi, o'lcham ham nishonni katta, uzoqdan mo'ljal olgan. Va o'sha davrda Abdulla Qahhor olib chiqqan muammolar hozir ham o'zimiz jamiyatda ichimizda bor. Tobutdan tovush asarini oling, poraxo'rlikka qarshi olib chiqyapti. Abdulla Qahhorga o'sha maqoladan keyin tagida izohlarni ko'rdim. Ayrimlar izohlar ko'zim tushadi. Ko'plar bir-biriga izoh yozadi, menga yozmaydi. Tili achchiq deb o'ylaydimi, gap qaytarib yuborsa deb, yo nom qora bo'lib qolmasinmi deydi. Biri yozyapti, ateist edi dedi. Jannat bog'larini u kezib ko'rganmidi? Abdulla Qahhorga ateist degan boyagini qo'yyapti. Ayblovni. Odamda sal farosat yo mantiq bo'lishi kerak. Balki o'zidir, uni kim biladi? Xudo bilan Abdulla Qahhor o'zini o'rtasida tarozilar bor, o'sha o'lchovda bo'ladi. Va shunaqa degan bo'lsa, shunaqa odam qanday qilib aytadiki, bir shoir kitobidan dastxat so'ramoqchi bo'lganda, bugun men senga dastxat yozmayman deydi, dastxat qo'yib bermayman deydi. Gunoh ish qildim, ichib qo'ydim. Ichganimda qalam ushlamayman deydi. Kim shunaqa o'rnak bo'ldi yozuvchilarimizdan? Sharof haqida va sharof haqida, o'sha aroq haqida yana bir chiroyli bir iboralari bor. Haromligi haqida Abdulla Qahhor o'sha davrda yozgan. Butun ruslar deb ichak chiqib, bayram qilib, bizda aroqni ulug'lagan payt qarshi yozgan-ku. Qaysi yurak yutib hozir biron nimaga qarshi chiqa oladi? O'z boyagisida nima deydi? Vijdoni atrofida. Aslida yozuvchi haqida o'zining asarlari eng go'zal taassurot uyg'otadi. U asar yozayotganda o'zi bo'ladi. Xayol, Xudo, xotini choy piyola olib kelib. Lekin qalb boyada turadi. Bitta xato qilsa ham ikkinchi qog'ozga erinmay ko'chirgan. U aynan tahrir uchun emas, o'shancha erinmay so'zni muqaddas bilgan. Qaysi yozuvchilarimiz ko'pi so'zni muqaddas bilyapti hozir yoki shoirlarimiz. So'zni isrof qilmaslikka harakat qilgan. Bu degani u o'qiydigan o'quvchini ham vaqtini o'g'irlamay ortiqcha so'z bilan degan. Odamlar og'ziga tushgan ko'p hikoyalarni qarayman, so'z isrof. Juda isrofgarchilik ko'paytirgan. 4 qator ibora bilan aytadigan narsani 4 varaq qilib beradi. Abdulla Qahhor o'sha narsalarni 4 qatorda ayta olgan. Ishq yo'lini azor deydi, bu dunyoni bozor deydi, yerni o'yib mozor deydi. Men qalbimni o'yib bo'ldim. O yuribman holim abgor, odam o'lmas sira takror, vasling istab o'ldim ming bor, o'limdan ham to'yib bo'ldim. Gullar uzdim sening uchun, gul qolmadi biror butun, qizil guldir har tomchi xun, suyganimcha suyib bo'ldim. Qismatimni chetga surib, sen tomonga yuzim burib, oyog'ingga boshim urib, manglayimni qo'yib bo'ldim. Sog' bo'larmi urilgan bosh, bormi biror sinmagan tosh, boshim uzra yonar quyosh, boshdan oyoq kuyib bo'ldim. O yuribman holim abgor, odam o'lmas sira takror, vasling istab o'ldim ming bor, o'limdan ham to'yib bo'ldim. O'tmishdan ertak asari bu o'zbek nasrining go'zal asari. Chin ma'noda bir kechinma bilan yozilgan. Abdulla Qahhorni bolalikda o'z ko'zi bilan ko'rgan narsalar. Bu asarda ham agar boshqa nom bilan chiqaraman desa Abdulla Qahhor juda unga to'siqlar bo'lishi mumkin edi. O'tmishdan ertaklar deb nomladi. Yoki butun Yevropaga ham mashhur bo'lib ketgan boyagi bor edi, Shoh Suzan asari. Qarasin agar unga tosh otadiganlar, yangi yer nom bilan o'tgan. Buni Abdulla Qahhor istamagan.
Leonid Baymidi o'shanga aytgan savol berganda bu shoh Suzanada qo'yilsin. Nomlar nimaga shoh Suzanada qo'yilsin desa, unda bu nomda milliy ruh bor degan shoh Suzanada. Abdulla Qahhor o'sha o'ris bosqini davrida gapirgan. Agar bugun Abdulla Qahhor bo'lsa, juda katta adabiyotda o'zgarishlar bo'lishi mumkin edi. O'zbekiston mustaqil emas davrida gapirdi. Ha, mustaqil emas davrida. Mustaqil davrida hozir men gapiradiganlarni ham Abdulla Qahhordek gapiradiganlarni hali ko'rganim yo'q. Biz mustaqillik davrida bunaqa yozuvchilarni uchratmadik. Qaysiki Abdulla Qahhor mustamlakachilik davrida muammolarni yoritgan. Mustamlakachilik davrida yurt istiqloli haqida, insonlarning hayoti haqida, insonlarning fojialari haqida gapira olganlarni ko'rmadik. O'sha biz bilamiz, Abdulla Qahhorda yana bir gapi bor. Davrada emas, minbardan gapirgan. To'g'ri, bizda paxta teruv mashinalar chiqdi, lekin qiz juvonlarimizning husn va latofati jo'yaklarda qolyapti. Bolalarimiz ilmsiz bo'layapti, maktabdan paxta chiqyapti deb Abdulla Qahhor aytgan edi-ku. Uni kim betinim o'risga xizmat qildi deb ayta oladi? Agar Abdulla Qahhor o'rnida balki boshqa bo'lganda bu gaplarni ayta olmas edi. 90-yillarda Temur xotindagi o'zbek ayolining muammolari ko'tarilgan bo'lsa, Abdulla Qahhor mustamlaka davrida 50-yilda bu muammoni ko'targan. Oynasani dalada paxta terishi bormi, ketmon chopig'i bormi, uyga kelib bolasiga qarashi bormi va yana u tuqqandan keyin davlatga fermada sut sog'ib, sut topshirib, lekin o'zi bir piyla sutga zorligini ko'rsata olgan. Uni rahmatli akademik Baxtiyor Nazarov o'zlarining maqolalarida Abdulla Qahhorni badiyatdagi haqiqati degan maqolalarda juda yaxshi yoritganlar. Abdulla Qahhorda mana shunaqa jasorat bor edi. Mana shunaqa qat'iyat bor edi. Mana shunaqa vijdon bor edi. Mustamlaka davrida bu muammoni ko'tarib chiqqan odamga quloqlikni qo'yish bu tuhmatdan boshqa narsa emas. Shunday. Abdulla Qahhor baribir adabiyotimiz nafaqat endi masalan ijtimoiy muammolar olib chiqishdan tashqari so'z san'atiga ham katta xizmat qildi. O'zbekda Abdulla Qahhor hikoyachiligi alohida maktab. Go'zal maktab bo'lganda ham. Juda chiroyli yozilgan endi. Bu bilan tenglashadigan hikoyalar kam o'zimizda. Bordir. G'afur G'ulomning Mening o'g'rigina bolam, O'tkir Hoshimovda Urushning so'nggi qurboni va shunga o'xshash. Lekin Abdulla Qahhor tilida emas-da, ular o'z tili bilan go'zal yaratgan. Bizda hozir aytadi, o'zbek milliy ruhi bo'lmagan ularda deydi. Qanaqasiga agar o'sha davrda Mening o'g'rigina bolamni olsangiz, butun dunyoga o'zbek xarakterini ochib bergan-ku. Shukur Xolmirzayevda o'zbek xarakteri bilan Mening o'g'rigina bolamni bir-biriga solishtirgan taqdirda ham Mening o'g'rigina bolamda o'zbek xarakteri to'liq ochilgan turadi. Bir tanqidchi ham aytadi. Abdulla Qahhor o'g'ri hikoyasida mehr yo'q deydi. Qobil boboga rahmi kelmagan deydi. O'sha tanqidchini balki o'zi bag'ri toshdir. Lekin boshqa o'quvchilar, masalan, men juda ko'p bilgan odamlar o'g'rini o'qiganda yig'lab o'qigan. Qobil boboning ahvoliga, ho'kiz o'zi avvaldan bormidi yo qolishdan oldin degan gapiga, yana buni mingboshiga bir qism berishimiz kerak degan gapiga, kupi kunduzi talon-taroj qilinayotganiga achinib o'sha kundagi ahvolni ko'rsatib bergan. Ana mehr, ana oddiy odamlarga bo'lgan munosabat, oddiy odamlarning yonini olish. Mana shunaqa mehrlari bo'lgan. Aynan bu muammo hozirgacha ham bor muammoda. Juda ko'p holatda o'sha muammoga duch keladi odam. O'sha sud, prokuratura tizimida-da. Men shuncha mehnat qilib, shuncha xalq uchun mustamlaka davrida shogirdlarni o'zini panohiga olgan, shogirdlarga oq yo'l tilagan, shogirdlarga yordam bergan, xalqini, insonlarning muammolarini ko'targan yozuvchini bunaqa yomon tarafini qidirib yoki bo'lmagan ayblovni yopishtirgandan ko'ra
o'sha adibimizni 50-yilda yozgan shu tobutdan tovushdagi poraxo'rlik muammosi hali tingani yo'q. Mana bugungi o'sha yozuvchimizdan poraxo'rlikni ko'rsatib beradigan asarlar, poraxo'rlikni ko'rsatib beradigan maqolalar chiqsa edi, adabiyotimizda bir boshqacha ish bo'lardi. Endi bu yaxshi bir atoli katta yozuvchimiz haqida yomon gap aytib, odam o'zini borligini eslatish, bu qanaqadir adabiyotga bo'lgan, o'quvchiga bo'lgan xiyonat deb qarayman. O'quvchiga ham, adabiyotga ham xiyonat va xalqni ongiga nisbatan yaxshi ta'sir emasda. Adabiyotshunos o'z mavqeida adabiyotshunos bo'lib turish kerak. O'sha adabiyotshunoslardan masalan Musulmon namoz Naim Karimovdan olibdi, Homil Yoqubovdan o setata deymiz iboralar yo taglavhalar keltirib yozgan ekan maqolalar. Unga ham ko'zim tushdi. O'qidim, arzonga sotilgan manba debdi namoz musulmon. Undan keyin yana boshqalari ham bor, yangi Botir gapchilar bor edi debdi, Naim Karim unaqa degandi debdi. Endi o'shalarni olibdi. Bunday qaraysiz. Homil Yoqubov, Naim Karimov, Abdulla Qahhor oldida, Abdulla Qahhor bir burgut bo'lsa, chumchuqday narsada yozuvchilik mahorati o'rta miyona bo'lmagan odam adabiyotshunos. Endi o'rta miyona ham yozuvchi emas. Homil Yoqubov ham, Naim Karimov ham endi yozish asaridan, tilidan o'shani ichida yashaganim uchun bilaman. Til saviyasini belgilaydi-ku. Abdulla Qahhorni oldiga borganda iste'doding yo'q ekan, sendan yozuvchi chiqmaydi deb qaysidir buni yaqiniga yo o'zlariga aytgan joyi bordir. O'sha alam ichkarida turgan bo'lishi mumkin. Lekin adabiyotda bu alamlar bunaqa qilib yozilmaydi-da. Uni asari tahlil qilinadi, o'quvchiga taqdim etiladi. Siz bilan men shaxsan dushman bo'lgan taqdirimizda ham agar millat manfaat qarshimizda bo'lsa, ikkalamiz birlashishga majbur va mahkummiz. Hammamiz bitta muhabbat bilan shu vatanga, shu tuproqqa qadam qo'yganmiz-da. Adabiyotga ham adabiyot muxlislari bitta muhabbat bilan qadam qo'yadi aslida. Bir-biriga aynan shaxsiy manfaatni aralashtirish bilan emas-da. Bularga nima ko'zi ochlik. Juda ko'pini ko'rdim. Mahmadona yo boshqadir yo she'r o'qiydi yo yozardagini maqsad va o'yi Toshkentdan uy olish va mashina olish. Ha, uylanish, bola chaqa qilish. Juda ko'pini maqsadi shu. Toshkentdan uyli joylar bo'lib, mashina olgandan keyin adabiyotdan hatto yo'qib ketganlarini ko'rdim. Davlat bergan uylardan ham faqatgina o'ziga yoqqan birontasini olgandir, qolganini shunday topshirgan, do'stlarga bergan. Bola chaqasi bilan qiynalib uysiz yurgan Ma'ruf hakimga o'ziga berilgan uyni berib yuborgan ekanlar sovg'a qilib. Said Ahmad Saida Zununova bilan uysiz yurishganda yer olib bersam qurolliysizlarmi? Menga yer berilgan deb Yangiariq mahallasida yerni borib ularga hujjat qilib bergan ekanlar. Mana jo'martlik-ku bu. Jo'martlik. Hozir kim o'ziga berilgan kvartirasini menga hozir kerak emas, uyim bor. Yaxshi yosh ijodkorlar o'sha yerda ijarada qiynalib yurgandan ko'ra shu yerda tura qolsin, ijara pulini to'lamay tura qolsin, mendan shularga yordam bo'la qolsin deyapti. Kimdan eshityapmiz? Agar bor bo'lganda o'sha ijodkorlar yozardi, men palonchini uyda turibman, mana shunaqa berildi menga deb. Said Ahmad yozganlar-ku. Ozod Sharafutdinov Ma'ruf hakimga berilganini yozganlar-ku. Shuni ijodkorlar etishgan bo'lardi, alqashgan bo'lardi, qilishyapti deb. Nega shu xarakterlar bugungilarda takrorlanmayapti? Endi Abdulla Qahhor bilan o'z iste'dodini solishtirishi mayli. Juda ko'p yozuvchilar, hamin qadar yozuvchilar deylik. Iste'dodini solishtirish nari tursin, vijdonini ham bir solishtirib ko'rsa. Avval vijdonini. Undan keyin iste'dodini solishtirsa bo'ladi-da. O'lmas Umarbekovga olib kelgan hikoyalarni ko'rib chiqib maslahat beribdilar. Juda chiroyli sarlavha qo'yibsiz. Kimning tashvishi yo'q degan sarlavhani ko'rib baraka toping, chiroyli sarlavha ekan deb tasdiqlab beribdilar. Tasdiqlamaganlar o'zlarining fikrlarini zo'r bo'pti debdilarda, keyin u narsa matbuotda chop etilibdi. O'lmas Umarbekov ham yozyaptilar. E'tibor beribman, o'rtoqlarim tahrir qildi-da, kishida tashvish bo'lgani yaxshi deb qo'yishibdi. Men e'tibor bermabman. Shunda Abdulla aka meni chaqirdilar-da, O'lmas Umarbekov aytayaptilar. Meni chaqirib tanbeh berdilar. Shunday chiroyli sarlavha bor edi. Kimning tashvishi yo'q. Kimning tashvishi yo'q deganda dard bor edi.
kishida tashvish bo'lgani yaxshi deb shior qilib qo'yibsizlar deb tanbeh berganlar. Mana u odamni so'zga bo'lgan, adabiyotga bo'lgan munosabati, yosh ijodkorni ijodiga bo'lgan munosabati bee'tiborlik yo'q ularda. Xayrixohlik bor ularda. Bu odamdan yana qanaqa vijdon, yana qanaqa iymon qidirsa bo'ladi. O'zida borini ayamagan odam Said Ahmadni Ufuq romani yozib kelganda, Said Ahmad aka. ha, ota Tursunboyni o'ldirib qo'yadi. Tursunqul yo Tursunboy o'g'li edi, o'sha urushdan qochib kelgan, miltiqni otadi. O'sha joyda 3 dana so'z qo'shadi. Bekor qilibsan. Ota o'g'lini o'ldirish juda qiyin holat, o'ldira olmaydi. Xayriyati o'q tegmadi degan. Butun bir asarda shunday ko'tarib yuboryapti va davom ettirib ketyapti. Said Ahmadga o'shanda aytadilarki, Abdulla Qahhor bu ota o'zini o'g'lini o'ldirishi chato. Bunda bora-bora millatimizdagi tarbiya o'zgarib ketadi. Millatimiz o'ziga xosligi yo'q bo'lib ketadi. Ota o'g'lini o'ldirmaslik kerak. Kelajak ham seni kechirmaydi va bu narsa sekin-sekin urchib ketadi. Shuningni o'ldirmagan deydilar. Borib Said Ahmad aka rosa harakat qiladilar, qanaqa tugatishi. Chunki hamma sujet detal shu oxiri ota o'g'lini o'ldirishga qaratilgan bo'ladi. Keyin yarq etib bir fikr keladi. Said Ahmad aka bitta so'z bilan, bitta gap bilan, 3 ta so'zdan iborat bitta gap bilan vaziyatdan chiqib ketadilar. Qanaqa qilib ota o'g'liga o'q otadi, tegmaydi, xayriyati tegmadi deydi ota. Ana shu bilan yechim bo'ladi. Shuni Abdulla Qahhorga olib borganlarda mana bu boshqa gap. Mana buni millat deydi, mana buni insoniyat deydi. Ota o'g'lini o'ldirmaslik kerak. O'sha tarbiya berganlar shogirdga. Mana bu odamdagi narsa. Bugungi adabiyotchilarimiz, bugungi yozuvchilarimiz shu narsani ko'rsatib bersa, shu narsani davom ettirsa, mana shu estafetani yoshlarni qo'liga davom ettiradigan ishlarni qilsa, yaxshiroq bo'lardi. Endi yoshlarga e'tibor jihatdan hozirgi jarayonda g'alatilar. Hozir faqat kiyintirib, qarsak chalib, minbarni oldin qatorga qo'yib qo'ysa bo'ldi degan holatda turibdi. E'tibor beraman, ko'raman. Iste'dodlarni o'sha qarsak chaldirib gapirsa minbar oldin qatoriga qo'yishga harakat qilyapti. G'alati bu aslida. Madhiyago'ylik o'ldiradi ijodni. Badiiy adabiyotni o'ldiradigan narsa o'sha. Va bolalarni ham keladigan iste'dodlarni ham yo'lini to'sishda bu. Mana men bitta misol keltiraman. Bugungi katta yozuvchi shoirlarimizni yoshlarga bo'lgan munosabatiga yorqin misol. O'tgan yili Najmiddin Turonning ijodiy kechasi bo'ldi. O'zbekiston Milliy kutubxonasida. Shu yerga bordimda shu ijodiy kechada qatnashdim. Lekin men bironta katta yozuvchi shoirlarimizni ko'rmadim. Najmiddin Turon o'sha davrdagi Abdulla Oripovga, o'sha davrdagi Erkin Vohidovga teng keladigan bugungi kuchli shoir. Shuni ijodiy kechasida katta shoir yozuvchilar bo'lishi kerak emasmidi? Faqat agar Abdulla Oripov ijodiy kechasi bo'lganda Abdulla Qahhor bormasmidilar? Najmiddin Turonning ijodiy kechasiga nimaga katta yozuvchi shoirlar bormadi? Mana bugungi adabiyotimiz ahvoli. Adabiy kechalarda yosh ijodkorlar aslida uyushmada olib borilganda ham ko'plari kelib bir chekkada o'tirmaydi, lekin Abdulla Qahhor kelib o'tirgan edi. Nafaqat Najmiddin Turon, boshqa kechalarga ham har zamon borib qaraganman. Va adabiyotni so'zda saralamaydi ular. So'zda masalan badiiy tahlilda saralab borib o'tirib, hozirgi yoshlar nima yozyapti, nima qilyapti deyishi mumkin. Aslo endi internetda qarab, ular u davr bilan bu davrni qiyos qilsa, internetda qarab ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ko'rib, lekin sal e'tiborli bo'lish kerak-da. Ko'p e'tiborsiz, o'zi bilan o'zi. Bu masala endi bilmadim, og'ir hali o'ylab bilmadim. Biz adabiyotchi emasmiz, men sotsiologman. Jamiyatdagi bo'layotgan yutuq kamchiliklarni aniqlaydigan, ko'radigan soha bu sotsiologiya. Shuning uchun menga ko'rinadigan narsalar sifatida bu adabiyotdagi bugungi holat ham ro'yxatimda turadi. Adabiyotga bo'lgan munosabatni o'rgatgan ustozlarimga rahmat, o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Qolganlarning umri uzoq bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin.
ular bizga adabiyotda shunday o'rgatishganki, Abdulla Qahhorni, Said Ahmadni, boring o'sha O'lmas Umarbekovni, Shukurxon Mirzayevni, Pirimqul Qodirovni, Odil Yoqupovni o'qiganingda qahramonlardan o'zingga bir xulosa qilgin. Qahramonlarning ijobiy, salbiy tarafini o'zingga ajratgin. Ijobiysiga o'xshashga harakat qilgin. Salbiysiga o'xshamasligiga, salbiysidagi holatlarni ko'rsang, bee'tibor bo'lmasligiga harakat qilgin deb o'rgatishgan. O'shaning uchun bo'lsa kerak, hali qo'shiqda aytilgandek, kerak bo'lsa haqiqat uchun yuragingni parcha-parcha qil deganga o'xshab, katta ijodkorlarimizni yosh ijodkorlarga bo'lgan munosabati juda ham sovuqqon. Men shuni chetdan turib kuzataman. Siz ichidasiz. Ichidagi munosabatingiz. Sovuqqonlikdan tashqari, boshida aytganimdek, bular to'da guruhvoz bo'lib qolgan, o'z yo'liga guruhvozligi. Adabiyot yolg'iz inson tomonidan yaratiladi, yolg'iz o'zi yoziladi. Guruh hech nima qila olmaydi. O'zinikini juda erkalatib yuboradi, o'zini atrofidagini. Qolganiga e'tiborsiz yoki boshqadir. Mahalliychilik. Eng achinarli tarafi o'zinikini erkalatadi, shu darajada erkalatadiki, bu yosh ijodkorlarimiz Navoiyni tadbir bilan o'qiydi. Shu darajaga tushib qoldik. Boburda yaqinda Boburnoma kitobmikan desam, Boburnoma tadbiri turibdi. Boburni boya biz tushgan esimga olgan so'zlar yoki 12 yoshimda Farg'ona viloyatiga podshoh bo'ldimmi, kim tushunmaydi? O'zini tiliga tushunaman, naborat aksincha bular tiliga tushunmayman-da, o'shalargacha tadbir bilan o'qishni boshladi. Bu bizni eng katta xatomiz. Hatto kim ijodkor nari tursin, qo'shiqchi hofizlarimizni avvalgilarimiz Sherali Jo'rayevlar Navoiyda tadbir bilan eshitmaganda, o'qimagan. Tushungan, har bitta aytadigan so'zini tushungan. Bular aytadigan so'zini tushunmayapti. Jomida oldiga bir shoir keladi, mashhur bo'lish uchun deydi. Men she'rimni Samarqandga kirishga darvozalarga osib qo'ydim deydi. Hazrat Jomi unga qarab aytadi: "Bekor qilibsan. O'rniga o'zingni osib qo'ysang, tezroq mashhur bo'larding" deydi. Hamma osyapti. Abdulla Qahhor bu o'rinda kerak bo'ladi. Sen nima qilyapsan? Uyalmaysanmi? degan holat bor-da. Xalq seni eshityapti-ku. Adabiyotshunoslar o'zidan juda ko'p, endi hammasi emas, aksariyat aql yasab olgan. Kuzataman o'zim o'sha Alisher Navoiy universitetini bitirganman. Kuzatib turaman, aql yasab olgan qanday? Bilmaydiki, tog'da bir oddiy cho'pon adabiyotni bundan ko'ra yaxshiroq tushunishini yoki ekranga chiqib gapirayotganda xalqni orqasida mendan aqlliroq odam bor-ku deb gapirmaydi. Befarosatlarcha, bemalol bulbul go'yodek sayrab turadi. O'sha taraflari og'riqli nuqtalar. Abdulla Qahhor bo'lganda bunday bo'lmasdi. Kim xushtak chaladi deydi-ku. Adabiyotda kim xushtak chaladi deganda Abdulla Qahhor yetishmayapti. O'shanday bir so'zga bir qattiq turadigan kimdir kerakdir balki deysiz-da. Mana o'sha Qahhor qissasiga yozilgan bir taqrizni o'qidim. Musulmon namozi taqrizini o'qib chiqdimda, shunda u yerda 3-4 ta keltirilgan ayblovlarni o'qib chiqib, bular qayerdan olishyapti bularni? Bunaqa ayblovni qo'yish, bunaqa tuhmatni qilish nimaga kerak bo'ldi? Bular menimcha Abdulla Qahhor emas, bular adabiyotimizning dushmani. Bular o'quvchilarimizga dushmanlik qilishyaptimi? Nima keragi bor ekan bunaqa narsalarni degan fikr keldi. O'sha yerda botir gapchilar deyilyapti. Naim Karimov eskilar juda pishov bo'lgan, yoshlarga e'tiborni bir manfaat yo'lida qilgan. Rashidov o'sha payt tanqid qilishini sababi mana agar chilparchin qilib yuborsa tanqid qilganim uchun qilyapti. Bo'lmasam meni quloqligimni bilib qolishi mumkin deyapti deb musulmon namoz taqrizini boshida aytayapti. Rashidov qo'li uzun edi. Abdulla Qahhor delasini chaqirtirib kimligini bilib qolishi mumkin edi. O'shandan qo'rqib Rashidov Abdulla Qahhor tanqid qilyapti degan. Keyin taqrizni oxiriga borib biz choyxonada osh yeyotdik. Abdulla Qahhorning bir asaridan dissertatsiya o'qilayotgan Rahmon Qo'chqor
aytdilarki, qo'ysanglarchi arxivda bunaqa gap yo'q deb aytdilar, deyapti. Musulmon namozni o'zi boshlagan mavzuga o'zi inkor keltiryapti. Agar Rashidovning qo'li uzun bo'lsa, Delani chaqirtirib bilib oladigan bo'lsa, bilib oladi. O'zbekiston birinchi sekretari. Bir pastor Rahmon Qo'chqori arxivlarda unaqa gap yo'q deganini keltiryapti. Arxivda unaqa gaplarni yo'q qilib qo'ya oladigan Abdulla Qahhor general emas-ku, Rashidovdan bekita oladigan. Demak, qayerdandir amallab pala-partish xulosalar birlashtirib Abdulla Qahhor qoralashga qaratilgan taqriz yozilganda, asar yozilgan. Bundan maqsadligisi nima? Men buni ham e'tibor berdim, keyinchalik o'sha Botir gapchilardan keyin qaradim. Endi baribir o'qib chiqishim kerak. O'qiyapman. Bu yerda Naim Karimov NKVD tizimida ishlagan odamday, tergovchiday gumondorni bosh qiladi-ku. Aybni to'liq hujjatlar bilan shaffof ko'rsatgan, ko'rsatish kerak edi aslida. Ko'rsatmayapman. Shunaqa bo'lishi mumkin edi. Shu odam shu bo'lishi mumkin edi. Qoviydi deb ketyapti. Xuddi NKVD tizimida chiqqan odamday aslida o'zi. Qaradim, gumondor shaxs sifatida Abdulla Qahhor olgan. Keyin o'yladim. Bu darajada gumondorlikka nima olib kelgan bilmayman, qorong'u. Va Abdulla Qahhor otasi haqida ham gap ketgandan keyin o'zi menda ham sal asab chiqa boshladi. 2013-yilda Naim Karimov BBCga bergan intervyusi bor. Shunda aytadi, KKV, men bir hujjat izlaganimda, soxtalashtirgan bo'lishi mumkin hujjatlarni deydi. KKV soxtalashtirish ularga odatiy holi, soxtalashtirgan. Nimaga Abdulla Qahhorga kelganda hujjat soxtalashtirilgan deb adabiyotshunosdek yozuvchining nomini oqlamayapti degani, BBCdagi savollarda shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Yoki juda ko'p savollar berilgan ekan. BBCda ham bergan intervyularigacha o'qib chiqdim. Endi ayib qo'yish yozuvchiga birinchidan xunuk ish. Xalq sevadi. Va aybi bo'lsa iqror bo'lib, Abdulla Qahhor o'zi yozgan bo'ladi. Har qanday yozuvchi bo'ladimi, boshqami, o'lim oldi baribir iqror bo'ladi. O'lim oldi qanday? Oxirgi asar o'tmishdan ertaklar. Abdulla Qahhorda Tolstoydagi iqrornomasi. So'qirga ko'z qaytadi. Soqovga til qaytadi. Shundayda o'lim oldi. Bir marta bo'lsa ham o'shanday narsa. Ayniqsa hozir Abdulla Qahhor keragi ham yo'q, tinch yotibdi yotgan joyida. Asarlari yashayapti. Oradan necha yillar o'tyapti. Bularni yozgan necha yil yashaydi. O'shalarni hammasini taroziga solish kerak edi. Navoiyga ham bir paytlar shunaqa ayblar, u nimaga uylangan, uylanmagan degan ayb emas, u gap tarqatyapti. Uni asarni o'qib tahlil qil. Orazini yopqoch ko'zimdan sochilar har lahza yosh, bo'ylagim paydo bo'lur yulduzlixon bo'lg'ach. Mana bu she'riy badiiy tahlil. O'shani tahlil qilib yosh shoirlarga o'rgat. She'r bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb. Endi hozir g'arbga taqlid deydi, boshqa deydi. Aslida sharq she'riyat, sharq nasri ham juda baland bo'lgan. Hatto nasr tan olinmagan. Sharqda o'shaning uchun nazmda yozilgan. Deydan endi chet adabiyotda kelgan ergashganlar ham Abdulla Qahhorga tosh ota boshladi. Va ko'pi qachonlardir o'zini biladi, qachonlardir asarga kirgandan keyin bu baribir jarayon, o'zini taniydi yozuvchi shoir ham. Hammaning iste'dodi o'ziga ma'lum. Faqat tan olgisi kelmaydi. Iste'dodlarga o'zini qarshi qo'yib, men bundan zo'rman deb harakat qilib turaveradi. So'zda zo'rligi bilinadi hammasini yozgan asarida. Bu adabiyotshunoslarimiz mard ekan, Hamzani nimaga olib chiqmayapti? Yasha Turon, Yasha Sho'ri emas, Yasha Turon edi asl matnlari. Kursini olib chiqsin. Padarpishda Behbudiga mayli olib ketdi deylik. Hozir Behbudiyni oqladi-yu, Hamza oqlanmay qolib ketyapti. U ham jadid edi. Hozirgi jadidchilarimiz o'ziga Niyo jadid deb nom qo'yib oldi. Hayron qolasan. Niyo yangi jadid. Xuddi o'zbekchaga tarjimasi, jadid yangi. Oldin Abdulla Qahhor bo'lsa, so'zni tanlab ular o'tdi. Sen yangi so'z deb qo'rqishib bo'lib turardi-da. Dudu odamning gapidir balki. Shunaqa-da, g'alati emas bir. Odamning tiliga mana o'sha adabiyot muallimi degan hikoyasi bor. San'atkor degan hikoyasi bor. So'zni to'g'ri talaffuz qilish, ma'noga qarash degan narsalar o'sha singdirilgan. Xalqimizning ongiga o'sha hikoyalar shuna joylashib qolgan. Ularga Abdulla Qahhor qiziq emas, ularga hikoya.
ularni o'zini har bitta Abdulla Qahhorov yozgan hikoyasidan keyin qahramonlar paydo bo'ladi. Qobil bobosi, adabiyot muallimisi, Anorni o'qiydi, Turobjonni o'qiydi, voy Oynisani o'qiydi, voy san'atkorni o'qiydi, bo'ldi. Ana shundan keyin boyagi Surovni tobutdan tobishi. Har bitta qahramon bilan bizni adabiyot muxlislarimiz, kitobxonimiz yashagan. Kimni ko'rsa shunga o'xshatgan. O'sha so'z iboralarni ishlatib yurishgan. Shunday qilib jamiyat 50-60-yillardan sekin-sekin kelgan. Otasini janozasiz ko'mdirmaslikni o'sha kitobiga amallab tiqqan. Ayollarga bo'lgan munosabatni chiroyli qilishga o'sha kitobida ko'rsatgan. Sevgi nima, erkak kishida jur'at nimaligini sarobda aytgan. Odamlarimizni tarbiyalashga harakat qilgan. Buni hozir o'zi anaqa edi, mamlaqa xuddi ana bitta blogermi, bitta muammoni ko'tarib chiqsa, muammo qolib, u o'zi xotiniga aliment to'lamayotgan ekan. Birinchi xotin bilan ajrashgan ekan. Ikkinchi xotin bilan yashamayotgan ekan. degan odamlarga mana shunaqa yozuvchi tanqidchilarimiz ko'mir berishyaptimi deymanda. Bularda sal vijdon bo'lsa, yosh yozuvchi shoirlarimiz borda. O'shalarni adabiyotda o'rnini ko'rsatib bersin, she'riyat nima ekanligini tushuntirsin. Baribir she'rga tushunadi-ku, adabiyotshunos olim. Sinchalikmi o'sha bitta asarlari Moskvada Znamyada chop etilib, O'zbekistonda Zvezda Vostokada chop etilib, keyin Sharq yulduzi so'raganda Sharq yulduziga bermagan ekanlar. Sharq yulduziga bermaganlarning sababi qancha yosh ijodkorlar u yerda navbat kutib turibdi o'zini asarlari qachon chiqarkan, qachon chop etilarkan deb. Insof bo'lish kerak deganlar. Mana yana bitta insof, mana bitta vijdon, yoshlarga g'amxo'rlik. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, biz o'xshamagan asarlarni chop etib navbat bermaslik maqsad. Ularni bermaslik maqsad. Unaqa bo'lish kerak emas. Husayn Boyqaroni ham o'sha davrlarda endi boylar, feodallar, xonlar qoralash kerak degan davrda Husayn Boyqaroni qoralab berdi-da, adabiyotshunos. Aslida Husayn Boyqaro juda katta shoir edi. Bolasini adabiyotning muxlisi edi. Katta shoir ham adabiyotning muxlisi, juda katta shoir. Ustuna degan g'azalda 3-4 ta Ustuna Radifli g'azalni Husayn Boyqaro ijodida ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal holatni endi bizga ogahiy qo'shiq orqali yetib kelgan. O'shalarni adabiyotshunoslar nimaga olib chiqmaydi? Ha deydi, qoralaydi, nabirasini o'limga hukm qildi deydi. Xo'p, o'limga hukm qildi. O'sha payt Shayxul Islom fatvo beriladi-ku doim o'shanda. Bu shariat qonun hisoblangan. Bu haqiqiy demokratiya edi. Kim nabirasiga davlat uchun o'sha hukumatdan mulozimlar uchun o'zini nabirasidan voz kecha oladi. Uncha-munchasi voz kecha olmaydi. Haqiqiy bir ham podshohlikda ham shoirlikda yurakni bera oladigan odam bo'lganda va Navoiyni ham bemalol himoya qila olgan. Yoki Navoiy Husayn Boyqaro haqida ozgina xato aytmagan. Juda ulug'lagan. Adabiyotshunoslar aytadi, juda ulug'lab yuborgan Husayn Boyqaro bunaqa edi. Husayn Boyqaro mayli o'shalar Navoiy ulug'lagan darajada bo'lsa, shuni yarmicha bordir. Yarmidan 20% bo'lsa ham qanaqa inson? Yarmicha bor. Husayn Boyqaroni malikasi o'lganda qanday yetkazishni bilishmasdan xabarni xabar. Shunda Alisher Navoiyga murojaat qilishganda Alisher Navoiy Husayn Boyqaroga borib xabarni chiroyli tarzda yetkazishga harakat qiladilar. Sarvi gulni soyasida so'ldi gul netmoq kerak. Husayn Boyqaro javob beradi. Sarvidan tobut yasab gulni kafan etmoq kerak deydi. Kam bo'lmagan. Husayn Boyqaro kam bo'lmagan. O'shani she'rlarini olib chiqib adabiyotga hozir kiritsa bo'ladi-ku. Adabiyot darsliklarida men ko'zim tushmaydi Husayn Boyqaro g'azallari. Va o'shalar asarlarni o'rgatsin, she'r nima bo'lishini. Sharq adabiyoti butun dunyo adabiyotidan baland turadi. Buni Husayn Boyqaro Kalil va Dimnani arab tilidan turk tiliga tarjima qilib chop ettirgan odam bo'ladi. Ana shunday adabiyotning muxlisi, ana shunday adabiyot homiysi bo'ladi Husayn Boyqaro. Adabiyotning homiysi bo'lmaganda Alisher Navoiy u davrda yetishib chiqmasdi. Lutfiy turibdi, Jomiy turibdi. Endi shuncha adabiyotga bizga kerakli odamlar turganda o'shalarni olib kelib bizga boshqa nabarat adabiyotdan odamlarni yo'qotishga xizmat qilish
Shukur Xolmirzo aytgandek, kambag'allashtirish adabiyotimizni. Abdulla Qahhorni yana bir shogirdlaridan qanotlariga olgan yosh ijodkorlardan bugungi kunda buyuk shoirimiz Alloh rahmat qilsin Erkin Vohidov ijodlari ozgina qora bulut ostida qolib, ijod to'xtab qolib, hech qayerda asarlar chop etilmay turgan paytda o'zlarini mahalla deb atalgan hikoyalariga Erkin Vohidovga telefon qilib, nashriyot orqali toptirib, mana shu hikoyamga 2 qator she'r, epigraf yozib bering deydilar. Ana o'sha epigraf yozib berganlardan keyin Erkin aka qaytadan ularni ijodlarini tepasiga qora bulut tarqab, yana ularga nashriyotlarning eshigi ochilib, ijodlari yana barqaror ketadi. Shuni Erkin Vohidov o'zlarini Abdulla Qahhorga nisbatan qarzdorlik degan maqolalarda chop etganlar. O'zlarini bu odamga qarzdor deb his qilganlar. Bu odam o'zini qanotiga olgani, oq yo'l tilagani, boyagi dushmanlardan himoya qilganiga juda xursand bo'lib yozganlar. Erkin Vohidovda juda go'zal lutf, satira, xush kayfiyatli bo'lgan odamlarga go'zal kayfiyat ulashish, tabassumga moyil she'rlar yozish, yaxshi ko'rib alqash, ulug'lash odatlari bo'lgan. Mana bugun qissalarni rad qilishga harakat qilayotganimiz Xurshid Do'stmuhammadga ham chiroyli she'r yozganlar. Erkin Vohidov aytganlarki, Murod Muhammadga do'stmi, Xurshid do'stmi Muhammadga degan chiroyli joyi bor. O'shaning uchun Xurshid akamiz do'st bo'lsalar Muhammadga, bunaqa narsalarni yozmasalar, inkor etsalar, adabiyotimizga yaxshi tamal tosh qo'ygan bo'ladilar. Hani ikki eshik orasida O'tkir Hoshimov bir chiroyli narsa keltiradilar-ku, u eshikdan kirar ekan odamzod bitta g'ish qo'yib ketar ekan imoratga. Boshqasi kelar ekan bitta g'ish olib ketar ekan o'sha imoratdan. Lekin baribir teshuvni og'zida o'sha g'ish tashlab ketar ekan. Ikki o'rtada bu imorat buzilgani qolar ekan. Shuning uchun hamma bittadan qo'yib ketgan g'ishdan paydo bo'lgan imoratni buzmaslikka harakat qilib, bunaqa asarlarni yozmaslik kerakmi deyman-da. Vaqt saralab o'tkazgan asar qolaveradi. Uni men qoralab yerga ko'mgan bilan, qancha qoralagan bilan. Abdulla Qahhor asarlari shunday asar. Uni asarlariga o'zi javob bera oladi. Abdulla Qahhor eng qizig'i, o'zining hikoyasi o'zi javob beradi. O'zi yashab kelaveradi. Faqat bu hukumat tarzida bu holatga olib kelinib, erta Abdulla Qahhor unday ekan degan holatda Hamzaga o'xshab biz uni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Aynan mana shu endi fitnachi desak tuhmat bo'ladi. O'shanaqa bir iste'dodsizlar tomonidan berilgan baholar bilan. Musulmon namoz raffakda o'qiganlarini pisanda qilayotgan bo'lsa Abdulla Qahhor. Bunga ulug' munaqqidimiz Alloh rahmat qilsin Maral Normatov Abdulla Qahhorni nima uchun raffakka topshirganini juda chiroyli tushuntirib berganlar. Rus tilini, rus adabiyotini o'zlashtirish uchun raffakka kirgan. O'rtoqlari Pavel ko'ndirgan, shunga kirgan, rus adabiyotini o'rgangan deb. O'shani o'rganish uchun rus tilida boyagi asarlarni o'zlari uchun o'sha olamni ochish uchun kirganlar. Uni 4 yilini 3 yilda bitirganlaridan keyin pedagogika fakultetiga o'tganlar. O'qishdan qochmaganlar. Uni o'qish kerak deb borganlar. Filologiya ikromasida raffakka kirmaganlar. O'qidim men uni. Musulmon namozi gapini. U noto'g'ri ayblov. Raffakka kirgan filologiya ikromi bunaqa bo'lmagan. Umuman o'qimasin. Maral Normatov ochib o'qishlarini maslahat berardim. G'afur G'ulomda 7-sinf tugatsin, nima qilibdi? Akademik insonni o'ziga bog'liq-ku. Bir parcha qog'oz men bilaman, o'sha musulmon namoz ham o'qitgan davrlarda diplom sotilgan davrlar ham bo'lgan. Diplomlar olingan, pulga baho olganlar bo'lgan. U qaysi sohani bitirishdan qat'iy nazar, o'shalarning hammasi endi adabiyotshunos fikr bildirayotganda o'sha narsalarga e'tiborni berish kerakmi deb o'ylayman. Endi aql yo maslahat berish emas, o'shandayda. Kamiga Murod Muhammaddo'z falsafaga kirganlar, filologiyaga kirmaganlar boshida. Mana hozir qanaqa yozuvchilar, qancha asarlari bor. Siz hamma yig'lab deyarli ko'plar dardini yozgan, yig'lab o'qiydigan
o'g'ri hikoyasi ham juda achchiq satirani ustiga qurilgan. Yo'qolmasdan oldin bormidi? Hajif bu san'ati yozuvchini so'zni qanday tushuna olishiga bog'liq. O'limni ustidan kula olgan hajifchilar bo'lsa, o'sha yerda ham bir Irina Baralinami ekan, kimdir Abdulla Qahhor haqida yozgan. Yodimda yo'q kimligi. Abdulla Qahhor deydi. Va Chexov keyin fransuz adabiyotida faqat o'limni ustidan kula olish holati bor. Juda achchiq satiraga ega deydi. Yo'qolmasdan oldin bormidi? Bunaqa satirani o'zi ham boya kambag'al ustidan kulayapti. O'lgan ustida tepgan. O'lgan ustida tepgandek qilib, boshqa satiralarda ham so'zni tushungan, bilgan. Yo daldani ham o'sha satira orqasiga qurgan. Shuhrat Abbosovni adashmasam birinchi debyut filmi Mahallada Duduga. Abdulla Qahhorni oldiga olib keladi, bu ruscha ssenariy. Shunaqa deydi, shuni olishimiz kerak deydi. Shuni o'zbekchalashtirib berishingiz kerak deydi. Ssenariyda ham gap so'zlar deyarli yo'q, voqealar ko'rsatilgan, shunday bo'ladi deydi. Butun o'zbekchalashtirib 2 soatda o'zbekchalashtirgan kasalxona o'rindig'ida o'tirib. Va o'zbek filmda u yerda hozirgidek texnika yo'q. Aktyorlar ham juda zo'r emas, so'zlar olib chiqib ketdi, o'zbek xarakterini berib. To'y jarayonlari yoki o'qitilgan va ya'ni yeb qo'yishlari, Azayimxonni imisini yengil kavaleriya deydi. Nechta qo'y oldingiz deydi. Bitta desa bitta demang, 10 ta deb ayting, 10 ta. Dushmanlar kuysin deydi. 2 soatda bajarib bergan narsa. Shu bilan Shuhrat Abbosovni ham oldingi qatorga chiqarib qo'yapti rejissor. Haligacha ko'riladigan kino. Hozirgi boyagi biz Abdulla Qahhorga iboralari aylanib yuradi haligacha. Abdulla Qahhorga tosh otganlarni biror ssenariysini men 10 yildan ortiq ko'ra olmaganman. Kino bo'lgan bo'lsam bo'ladi-da. Abdulla Qahhorni maqolalaridan tashqari, asarlardan tashqari bergan fikrlari ham juda jo'yali. Adabiyotga xizmat qilib berdi. Xizmat qiladigan fikrlar. Bolalar yozuvchisi haqida shunday deganlarki, bolalar yozuvchisi shunday samimiy va kuchli pedagog bo'lishi kerakki, chunki o'ziga ham ishonmaydigan ona bolasini shu kitobni ishonib olib beradi. Shuni o'qisang odam bo'lasan deb. Bolasini o'ziga ham ishonmayotgan ona shu kitobni o'qisang odam bo'lasan deb olib beryaptimi? Demak, kitobni yozgan bolalar yozuvchisi juda ham noziktab, aqlli, zubko, samimiy, kuchli pedagog bo'lishi kerak degan gapni aytganlar. Bu avlodlarning tarbiyasi haqida gapiryaptilar. Biroz gaplari bilan. Mana millatga qayg'urish. Mana insoniyatga qayg'urish. Agar hozir yana Abdulla Qahhorda yozuvchilar yetishib chiqsa, xalq, millat xursand bo'lishi kerak aslida ham. Tog'aymurodni berdi. Yo boshqalarni berdi. Xayriddin Sultonovni ham berdi. Xayriddin Sultonovni o'sha Soda sohillari bilan berdi. Lekin Xayriddin Sultonovni ham yetishib chiqishiga uni ham o'ziga yarasha ustozlari Abdulla Qahhordan endi bunday ibora bilan, qishloq ibora bilan aytadigan bo'lsam, nabira shogirdday deb bilaman-da men ularni. Abdulla Qahhorga. Yo Murod Muhammad do'stlar ham Abdulla Qahhorga shogirdday deb, mayli o'zlari qanday holatda bilan men bilaman. Baribir o'sha daladan o'tlaganda, o'sha dalani hidi istayismiymi kelib turadi so'z ustida ishlash. Milliylikka xizmat qilmagan. Har bir so'zi milliyda, uni o'zbekcha so'zlagan. Tog'aymurod o'zbekcha kuylagan bo'lsa, Abdulla Qahhor o'zbekcha so'zlagan asarlarida. O'zbekcha gap o'sha ega kesimi joyida nuqta va turkona gaplarda, o'sha gaplardan. Chunki badiiy adabiyot bu so'z san'ati. Aslida birinchi o'rinda so'z san'ati bo'lib turadi. Keyin g'oya, maqsad, boshqa yechim, fantaziya, tashbihlar keyingi o'rinda. O'shanga e'tibor berilishi kerak deb o'ylayman. Va yoshlarimizni chin adabiyotdan, sharq adabiyotdan uzoqlashtirib qo'ymaslik kerak. Agar adabiyotimizda kamchilik bormi? Mana shu yerda adabiyotda yo tilimizda kamchilik bormi? Tilni boshidagilarda, ma'naviyatimizda kamchilik bormi? Ma'naviyatni boshidagilarning aybi. Umuman bunda hukumatda ayb yo'q. Hukumatda aybdor qildi, yana bir indamay turdim boshqa meni maddohga chiqarishi ham mumkin. Lekin men bironta maddohlik asarim hech kim ko'rmagan. Ko'rmasam kerak.
Bu yerda oqladim. Oqlash qanday, bu maddohlik emas. Avril Turan 18 yil qamoqda yashadi. Mayli, uni aybi bordir, siyosiy qamoqda. Adabiyotshunos olim shular orqali non yesa, borib xabar olmadi, bu jasliqqami yo bu yerga Toshkentga olib kelganda 4 yil qamoqda bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev shunday chiqqandan birinchi yozuvchilar oqlayotgan Avril Turonni oqladi. Buni bir maqolamda ham kiritdim. Vatanni sevgan shunday sevadi. O'ziga sobit turadi va qiziga vatan deb ism qo'ydi. Qaysi bir qiziga vatan deb ism qo'ya olgan? Chin qalbdan sevgan odamlar bor-da. Bu ular endi ona vatan men seni yaxshi ko'raman deb jar solib baqirmaydi. Abdulla Qahhor mana shunday vatan chin ma'noda sevgan odam edi. Uni farzandsiz, ikkinchi xotin farzandsiz bo'lishi adabiyotga nima daxli bor? Birinchi xotindan ikkita o'g'li bor. Oilaviy masalalarga, maishiy Abdulla Qahhor qanaqa kasasi qanaqa edi, qanaqa ovqat yegan, atala yegan, bosh yegan, shulargacha aralashib ketadi. Hozir uni ma'naviy boyligi bilan hisoblashsa, Qatag'on qurbonlari deydi Cho'lpon Usmon Nasr, shuni bilamiz. Abdulla Qahhor ham Qatag'on qurboni. Ichki qurboni bo'lgan. Yurak to'kilgan to'lig'icha. Keyin biz adabiyotshunoslar bilamiz, lekin 400 ga yaqin ichki ishlar organlarida ishlaganlar, ichki ishlar deymiz, o'zi noto'g'ri nom. Sababi Sog'liqni saqlash vazirligining nomi bor, shifokor, xalq ta'limidagi o'qituvchi. Bularga haligacha adabiyotshunoslar nom qo'yilmadi. Na nozirlar deb, na boshqa deb. Militsiya desa militsiya ham to'g'ri kelmaydi, ichki ishlar xodimi. Guvohnomalarga ham shunaqa. Adabiyotshunoslar ishi nima? Yo tilchilarimiz ishi. Shularga bitta nom topib bera olmadi. O'shalarning ichida qancha Qatag'on qurbonlari bo'lgan. Ha, buni unday deb bir-biriga tosh otib o'qimaydi-ku. Talant aka, ko'rsatuvimizdan sizga chiroyli kitob sovg'alarimiz bor. Rendi Book'dan. Rahmat. Ko'rsatuvda qatnashganingiz uchun xursandmiz. Sog' bo'ling, kitobda aziz bo'ling. Aziz tomoshabinlar, bugun biz Abdulla Qahhorni sizlarga yana bir eslashga harakat qildik. Uni adabiyotimiz faxrligini, xalqimiz vijdonligini eslatdik. Xulosa sizlarning o'zingizdan. Sog' bo'linglar.